أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bizning bugungi darsimiz atbul bayan. Yani bu atbul bayan mu tavabi'larning qatoridan hisoblanadi. Tavabi'larning uchinchisi atbul bayan. Endi atbul bayan atba bu ikki qism bo'ladi. Atbul bayan va atbun nasaq deb. Hozirgi darsimizdagi atbul bayan haqida bo'ladi. Musannif rahimahullah bu vaqtda mundaq deydi. Al-atbu imma zu bayanin aw nasaq vel gharadul ana bayanu ma sabaq. Fazul bayani tabi'un shib'us sifa. Haqiqatul qasdi bihi munkashifa. Atba yoki bayan igisi bo'ladi. yoki nasaq egisi bo'ladi. Ya'ni atba bayan xarakterlik at bo'ladi yoki nasaq. Ya'ni ma'tu harfat bilan bo'lgan at bo'ladi. Val gharadu al-ana. Hozirgi maqsad ilgari bo'lganini bayon qilish. Ya'ni atba bayan maqsad. Shunga bayan zul bayan egisi atba bayan u tabiun shibusfa. Bu tabi çokum bir sözge ergeçkici. Çokum tavabinin qatardan hesaplıdı. Şibu sıfatga o'xshab ketadi. Sifat emas, sifatga o'xshaydi. Haqiqatul qasdi bihi munkashifa. Shu atbul bayan bilan maqsadning haqiqati aniq echiladi. Yani mubaddaldan, yani mubayyandin, yani matbu'ning din bo'lgan maqsadning mohiyati mushundan echiladi. Anda olsa bu yerda bizning savollarimiz keladi. Diqqat qilgan narsa atbi bayan degan nima? Atbi bayan bilan badalning qanday farqi bor? Atbi bayan bilan sifatning qanday farqi bor? Endi atbi bayan bilan ta'kid muakkadning ma'tuflayning buni deb o'tirish ketmaydi. Biz eng elishtirib qo'yish ehtimolli qo'g'ini atbi bayan bilan badal o'tirishki masala. Ammo atbi bayan bilan sifatning o'xshachanligi va ham o'xshamaydigan bir tarafi bor. Andara atbi bayan bilan sifatning o'xshash tarafi qanday bo'ladi desangiz, xuddi sifat mavsufga 4 jihatga ergashganga o'xshash. Atbi bayan mubayyanga matbuqa Müşü 4 jihatda ergişidi. Sifat ergiş tepilgan 4 şart bunun ham tepilishi kerak bo'ladi. Yine xuddi sifat mavsufga i'robda ergashganga o'xshash, jinsda ergashganga o'xshash, sanda ergashganga o'xshash, ma'rif nakirlikda ergashganga o'xshash, yana bu müşü 4 jihatda uni moslashidi. Bu endi ammo o'xshamaydigan taraflari bormi desa, bor. Chunki sifat mavsufdiki, yani sifat bo'lsa bir tabi bo'lsa, mavsuf bir matbu bo'ldi. Sifat bu yerdagi sifatdan annatul haqiqiy maqsad, haqiqiy sifat. Sifat matbuda paydo bo'lgan ariziy ahvolni bayon qilib beradi. Ya'ni matbuda paydo bo'lgan ariziy ahvol. Haza talibun mujtahidun desak, mujtahid sifat talibning tirishchanlik sifatini. Bir adam hamisha tirishchan bo'lishi notayin. Shu arizi bo'lgan bir sifatlardan bir sifatini bayon qilib berdi. Ammo atbi bayan mubayyandiki, ya'ni matbu'dikining haqiqatini bayon qilib berdiki, ja'a Muhammad akhuka Muhammad sening qarindishing Muhammad keldi desak, akhuk Muhammaddan atbi bayan. Anda o'ganda merik akhukdan maqsad sizningki Muhammaddan bo'lgan maqsad sizning qarindishingizning ekanligidan iborat bir haqiqat aniqlandi bu yerda. Shunga bu sifat bilan atbi bayanning o'ti. Yine undan boshqa farqlar bormi desa, bor. Sifat odatda ism mushtaqdan keladi yoki ism jamiyatdan kelgan chaqda ism mushtaq qiyos qilinadi. Ammo
Atbi bayan ismi jamiddan keladi. Shundaqla g'ayri muavval yine mushtaq qiyas qilinmaydi. Bu jihatlarda o'tirib farq bor. Ammo atbi bayan bilan badalning o'rtasidagi farqchi deganda badal atbi bayan. Atbi bayan badal farq yo'q ko'pincha holatlarda. Faqat ikki xil holatda farq bor. Lekin yana bir xil holatda bo'lsa atbi bayan da amil takrorlanish niyatiga asosan bo'lmaydi. Ammo badalda amil takrorlanish niyati bilan bo'ladi. Chuqur badal. Bundoq demoqchi bo'lganimiz badal mubaddalda badal maqsad mubaddal faqat badal uchun bir tahniya muqaddima sifatida keltirilgan so'z bo'ladi. Ammo atbi bayanda bayan mubayyanni izohlab beradi yo xoslashtirib beradi, ammo uningda maqsad u emas. Yana bundoq qilganda atbi bayanda mubayyanni bayanni mubayyanning o'rnida quyosh shart emas. Ammo badal mubaddalda cho'qim mubayyanni badalni mubaddalning o'rnida keltirilishi bo'lishi kerak. Ammo mesela aqsama billahi Abu Hafsa Umar desak, Umarni ulamolar atbi bayan misal qilib keltirdi va shundaqla badal mubaddalga misal qilib keltirdi. Shu atbi bayan badal atbi bayan. Lekin bo'lmaydigan bir yerlari bor, hali chiqadi. Atbi bayan bo'lib badal bo'lmaydigan yerlari bor. Ammo badal bo'lgan narsalarning hammasi atbi bayan bo'lmaydi. Ammo atbi bayan bo'lgan ba'zi so'zlar nishada badal bo'lmaydigan ikki misol o'tirib qo'yiladi. Shunga badalda chuqum amil takror topadi. Masalan, bu yerda aqsama billahi Abu Hafsa Umar desa, bu yerda amil aqsama billahi Abu Hafsa aqsama Umaru degan bo'ldi. Amil takror topadi. Buni badalda. Ammo atbi bayanda amil takror topmaydi. Shundaqla badal mubaddalning badal ulash uchun chuqur badal mubaddalni tashib o'tib, badalni uning o'rnida keltirguli bo'lsa, badal mubaddal, keltirguli bo'lmasa, badal mubaddal emas deb qaraymiz. Bu amil takrorlanish niyatiga asosan va uni keltirguli bo'lish degandan iborat badal mubaddal bilan atbi bayanning o'rtasidagi farq mana shu. Endi musannifning keltirgan beyti qarasak, endi atbi bayan degan nima desa, atbi bayan tabi'un muwaddih aw mukhassis. Atbi bayan degan bir tabi deydi. Tabi muvazzih bo'ladi yoki mukhassis bo'ladi. Jamid g'ayr muavval. Unda bo'lsa atbi bayan tabi degandikin o'chada bu nihamini o'z ichiga oldiki, sifat mavsufni, ta'kid muakkadni, ma'tuflarni, badal mubaddal deymar hammani o'z ichiga oladi. Muvazzih izohlab berguchi, yana bu muvazzih va mukhassis. Agar badal atbi bayan ma'rifada yuz bergan, ma'rifada deb berilgan bo'lsa, muvazzih bo'ladi, izohlovchi bo'ladi, nakirda deb berilgan bo'lsa, mukhassis bo'ladi. Anda bo'lsa atbi bayan muvazzih dedik. Yani bayan mubayyanni izohlab beradi. Ma'rif bo'lsa, mesela akramtu Muhammadan akhak. Men sening qarindishing Muhammadni hurmatladim desak, bu yerda akhak Muhammadni izohlash uchun kelgan. Bu atbi bayan deymiz. Hem buni badal mubaddalmi degilib bo'ladi. Muvazzih degan gapdan chuqum bu atbi bayan degan nima emaskan? Ta'kid muakkad emaskan. Ma'tuf ma'tufun alayhi emaskan degan gap chiqdi. Ammo bu gapdan-cho sifat mavsuf bilan ikkisi o'xshib qolganmi? Sifatmi mavsufni ya izohlab berdi, sifatmi yoki mavsufni xoslashtirib berdi. Agar sifat mavsuf ma'rif bo'lsa, xoslashtirish, izohlash nakir bo'lsa xoslashtirishdan iborat qoidasi bordi. Endi atbu tabiun muvaddihun aw mukhassis jamidun degan gapdan sifat min chiqdiki jamid. O chunki atbi bayan degan ismi jamiddan keladi deganlikin ismi andavs sifat g'aliban ism mushtaqdan ketdi. Qisman vaqtda ismi jamiddan ketdi, mushtaq yozildi g'ayr muavvaldi. Jamidun g'ayr muavval. İsmi jamid o'to mushtaq qiyas qilinmaydi degan gapdan sifat min chiqdi. Shu atbi bayan
Unda bo'lsa, mushtaq qiyas qilmaydigan, ismi jam'i to'g'an, matbu'ni ya izohlab beradigan yoki xoslashtirib beradigan bir xil tabiiy hisoblanadi degan bo'ldi. Endi demak, shu sifat bilan atbi bayonning o'rtasidagi farqda yana atbi bayon o'zining matbuining haqiqatini bayon qilib beradi. Ve özünün şu etbi bayan özünün matbuinin haqiqatini bayan qilib beradi ve özünün şu matbuinin maqsad qilgan zatni ro'shan ang matbu'dan mashhur bo'lgan kalima bilan aniqlashtirib beradi. Masalan, ja'a Muhammadun axuka desak, axuk etbi bayan bo'ldi. Muhammad desak, uningda ma'rifa bo'lsinmi, ism bilan bo'lsinmi, lekin uningga Muhammad ismli odamlar chiq. Sening qarindishing degankin teg'mi izohlangan bo'ladi. Ammo na'at bo'lsa, u matbuda paydo bo'lgan ariza bir sifatni bayon qilib beradi. O ariza sifatni bayon qilib beradi deyishimiz, endi atbi bayonda bundaq ahvol mavjud emas demakchi. Endi musannif yana shu atbi bayonning o'zining matbu'i bilan bo'lgan hükmünü bayan kılıp mundaq deydi. Fa'awliyanhu min vifaqil awwali ma min vifaqil awwalin na'tu wali. Siz atbi bayanga matbuğu maslishtin na'at man'utuğu maslishtin igi olgan narsalarni igi qiling. Yani na'at sifat mavsufga maslishga igi olgan Töt şartni atbi bayandan atbi bayanga da mubayyanga matbu'ga maslishga ega qiling debdi. Buningdan chiqdiki atbi bayan o'zining matbu'iga to'rt jihatda maslishdi. I'robda, ma'rifa nakirlikda, muzakkar muannaslikda, birlik ikkilik ko'plikda maslishdi degan bo'ldi. Masalan, biz ja'a Muhammad axuhu desak, axuhu Muhammad bilan to'jjatni maslashdi. Muhammad birlik, axu birlik. Muhammad ma'rifa, axu ma'rifa. Muhammad marfu, axu marfu. Muzakkar bu muzakkar. Ama ja'at Fatima ukhtuha kasa bu to'jjatni maslashgan o'xshaydi. Wa qad yakunani munakkarayn kama yakunani mu'arrafayn. Bu atbi bayan her ikkilisi ba'zida nakir bo'ladi, xuddi bu ikkisi davomli ma'rif bo'lib kelgandek. Odatda atbi bayan ikkisi ma'rif bo'lganga o'xshash, bu atbi bayan ikkisi nakirmi bo'ladi, nakir bo'ladi deymiz. Demak, atbi bayan ve mubayyan ikkilisi nakir ismdan keladi, ikkilisi ma'rif ismdan kelganning misolini allaqachon ko'rib bo'ldik. Adin keltirgan misollar, masalan, aqsama billahi Ebu Hafs Ömer'e o'xshash, Ja'a Muhammad Axu'ga o'xshash, hammasi ma'rifining misoli. Nakiridan mi keladi dedi. Buningda lekin ixtilof bor. Bir ulamolar deydi, atbi bayonning nakiridan kelishi durust desa, bir ulamolar ya kasi bo'lmaydi. Xuddi atbi bayonda bayon mubayyanning bir ismiga o'xshaydi. Anda bo'lgandan nakir majhul o'tgan majhulni bayon qilib bermaydi. Demanda qarar. Ama bir ulamolar atbi bayanning ve onunki matbu'ining her ikkilisinin nakir kelishini durust deb qarab, buningga Qur'oni Karimdan bunu dalillarni keltirgan. Min waraihi jahannam ve yusqa min ma'in sadid. Çünkü sadid ma'tin atbi bayan deymiz. Nakira mana demakchi. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Mishara zaytuna atbi bayan shajaratun mubarakatin zaytunani atbi bayan deb Qur'on shunga nakirsimi keladi deganlar. Buni dalil qilib keltirdi. Ba'zilar kasb bo'lmaydi deydi, ba'zilar kasb bo'l deydi, lekin musannif rahimahullohning qarashida nakirini atbi bayan qilishga bo'ladi, ma'rifini atbi bayan qilib keltirish durust bo'lganga o'xshash demakchi. وساليا ببدلية يرى في غير نحو يا غلام يأمر ونحو بشر تابع البكري
وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْدِيِّ. O etbi bayanның bedel dep qarılışı, bedellikке kim yaraydı dep qarlıdı. Etbi bayan bedel buluşqımı yaraydı dep qaraydı. Demek her qandaq etbi bayan bedel bulalaydı, bedel mübeddel bulalaydı. Ya gulamu ya'muranın o'xshashlarının gayrida Bekriga tabi bo'lgan Bishrining o'xshishining gayrida. Ammo ya gulamu ya'muranın o'xshashlari Bekriga tabi bo'lgan Bishrining o'xshashlari bu bedel buluşqa razı bulunguchi emas. Bu bedel mübeddel bo'lmaydi. Unda bo'lsa, asli qoida etbi bayan buluşu durust bo'lgan har qanday narsa bedel buluşu durustdi. Lekin ikki xil holatda etbi bayan bo'lgan narsa bedel bo'lmaydi. Asli etbi tabi matbuning o'rnida quyulmaslikdan iborat va quyulishdan iborat bir ish bor edi. Endi ikki xil masalada tabi bo'lgan etbi bayan buni bedel deb hukm qilib bo'lmaydigan ahvol bor. Qolgan yerning hammasida etbi bayan bedel mübeddel, bedel mübeddel etbi bayan o'xshash hukm qo'yiladi. Ammo bu ikki xil holatda bo'lmaydi deydi İmam Farra bilan İmam Farisining nazarida bu durust. Ammo bu yerda ikki xil holatda etbi bayan bo'lgan narsa bedel mübeddel bo'lmaydi dedik jumhur ulamo. Ammo İmam Farra ve İmam Farisi bula urda her qanday holatda etbi bayan bo'lgan narsa bedel mübeddel bo'ldi deb qo'yadi. Bu nereden kelib chiqqan masala desa, bularning masalasi. Chunki bularning ko'z qarashida ya'ni o izofatning babida chiqqan Az-Zaribu Zaydin mush İmam Farra bilan İmam Farraning nazarida durustdi. Ammo Az-Zarib rajulun durust emasdi, ammo Az-Zaribu Zaydin durustdi. Chunki izofati labzivida cho'qim muzaffa iliblam kirgan bo'lsa, muzafin alay ma'rif ismdan kelgan bo'lsa, ismalamga o'xshash, azadin iborat ismi sharga o'xshash ma'rif ismlardan kelgan bo'lsa durust. Az-Zaribu rajulun mutlaq durust emas. Butkul ulamolarning ko'z qarashida, ammo Az-Zaribu Zaydin İmam Farraning ko'z qarashi durustdi, shu qatordan buni butu deb qaraydi. Ammo musannif bu yerda bo'lmaydi deb qaraydi, bo'lmaydi deguchilar shu şəhədin izafatının babıdır kelgan ixtilaf mishaga söylüb keldi. Bu hozir tushunildi. İki məsələdə dedik. Birincisi tabi. Endi biz ya gulamu ya'muradın bir məsələni Anabnu Tarikil Bakri Bishrindiki bunundan yana bir məsələni, iki məsələni ko'rib o'tamiz. Endi ya gulamu ya'murada ya harfunida gulamu munada nakire maqsuda maqsad qilingan nakirsin bo'lib zammiga mabni. Ya'mura mushu g'ulamning etbi bayan. Bu ya'mura ya'mura degan bo'ladi. Mushu etbi bayan. Yine asli ismi alam g'ulamning ismisi. Hey ya'mur degan balangza, ya'mur degan bala degan ma'noda. Ya'mur g'ulamning asl ismidir. Anda bo'lganda endi ya'mura badal mubaddalga erishdi. G'ulamun dammi bo'lgan bilan mahallan mansub ya harfinda g'ulam mabni ala dham fi mahalli nasb. Ya'murami asliga ergashgan deb qaraladi. Endi anabnu tarikil bakri bish alayhi tayru tarqubuhu wuqu'ada mishada ana mubda ibn Khabar ibn Muzab at-Tarik muzaf ilay. At-Tarik muzaf al-Bakri muzaf ilay. Bishri Bakri'den bedel. Endi bu ikki misolni endi biz umuman qaragan vaqtimizda ya g'ulamu ya'murada etbi bayan bo'lish durust, bedel bo'lishi durust emas. Nimishqa durust emas? Ya'murani nimishqa bedel qilib bo'lmaydi desangiz, chunki biz bayan dedik, bedel mubaddalda bedel amil takrorlanish niyati bilan bo'ldi. Amilning takrorlanish niyati bilan bo'ldi ki, bu yerda ya g'ulamu ya'murada amil ya. Anda ya g'ulamu
ya ya'mura deş lazım kıldı. Ya gulamı ya ya'mura dese ya'mur degan ismi alem mufrad. İsmi alem mufrad olsa peşkin mebni o'tdi. Ya Muhammed'e o'xshash bu yerda ya ya'mura kelib qolgan bo'ldi. Unda bo'lsa amil takrorlansa ya'mur bo'lish lozim ekan. Shunlashqa bu durust emas. Endi Anabnu Tarikil Bikri Bishirida bu Bishrini Bakridin atbi bayon qilishga bo'ladi, badal qilishga bo'lmaydi. Xuddi nima ish qilsangiz, chunki badal mubaddalda mubaddalni tashlab o'tib, badalni mubaddalning o'rniga keltirgili o'sudi. Shundaqla omil takrorlanish niyatiga asosan bo'ladi. Masalan, ya g'ulami ya'murada ya g'ulami ya ya'mura degan bo'ladi. Yoki g'ulamni tashlab ya ya'mura kelib qoladi. Ismi alam mufrad bo'lganda o'chada zammiga mabni o'tdi ya Muhammadga o'xshash. Endi Anabnu Tarikil Bikri Bishirdimi? Bakri matbu, Bishri uningga tabi. Mishani Bakrini tashlab o'tib, Bishrini Bakrining o'rniga keltirsak, ana ibnu Tariki Bishrin ulab qoldi. Xuddi bu az-zaribu Zaydin deganga o'xshash ulab qoldi. Yoki ana az-zaribu rajuli Zaydinda ana az-zaribu ar-rajuli Zaydin degan so'zda Zaydni rajuldan atbi bayon qilishga bo'ldi, badal qilishga bo'lmaydi. Badal qilsak ana az-zaribu Zaydin bo'lib qoldi. Imom Farraqning ko'z qarashida bo'lgan bilan qog'alarning ko'z qarashida bo'lmaydi. Mushuningdimi? Anabnu Tarikil Bakri Bishrida Bishrini Bakrini qo'ysak ana ibnu Tariki Bishrin bo'lib qoldi. Xuddi az-zaribu Zaydinga o'xshash Bishri degan ismi alam bo'lg'achqa bu o'chaqda izafati labzi bo'lib, sifatda muzafti iliblam bo'lganda muzafillaydi cho'qim iliblam bo'lish kerakdi. Iliblam kamidi, shuni bu cheklanadi, bo'lmaydi deymiz. Endi bu ikki masalaning umumiy bir qoidasini so'zlasak, ya g'ulami ya'mura qoidasi degan vaqtimizda tabi mufrad ma'rifa mansub bo'lib kelsin. Matbu munada olsun. Mana ya g'ulami ya'murada tabi mufrad ma'rifa mansub, ya'mura mufrad ma'rifa mansub bo'ldi. Matbu g'ulamdan iborat matbu munada olsun dedik. Mana munada olib keldi ya g'ulam ya'murada. Buningda bayon mubayyan bo'ladi, badal mubaddal bo'lmaydi. Masalan ya sadiqu aliyan deganga o'xshash ya sadiqu aliyan. Endi ya sadiqu aliyanda aliyanni sadiqdan bayon qilishga bo'ladi, atbi bayon qilishga bo'ladi, badal qilishga bo'lmaydi. Nima ishga bo'lmaydi desak, chunki arabiyada tabi bo'lib mufrad ma'rifa mansub bo'lib keldi. Buningda atbi bayon bo'ladi, badal mubaddal bo'lmaydi deb qaraymiz. Nima ishqa badal mubaddal bo'lsa, omil takrorlanish niyatiga asosan bo'ldi. O'chada ya sadiqu ya aliyan desh lazim keladi. Chunki Ali ismi alam mufrad bo'lg'achqa cho'qim bu pashki mabni bo'lsa ya harfidan keyin ya aliyu kelish lozimdi. Ya sadiqu ya aliyu degil bo'lsa. Ammo bu yerda tabi mufrad ma'rif bo'lsin deb, tabi mufrad bo'lmay murakkab bo'lsa, bu chaqda bo'laveradi. Masalan, ya sadiqu Abdullah deganga o'xshash. Ya sadiqu Abdullah. Ey Abdullah degan do'st degan bo'ldi. Abdullah. Bu yerda omil takrorlansa masala kurallanadi, kuralmaydi. Biz mufrad degan murakkab bo'lsa bo'laveradi. Ya sadiqu Abdullahni atbi bayon dashkin bo'ladi. Ya sadiqu Abdullahni badal mubaddal dashkin bo'ladi. Badal mubaddal desak omil takrorlanishdan foyda bo'lsa, ya sadiqu ya Abdullahi degili bo'ladi. Durust bo'laveradi. Mo'mini birinchisi. Ikkinchisi tabi iliblamdan xoli bo'lish. Anabnu Tariki al-Bikri Bishrin yoki ana az-zaribur rajuli Zaydin degan go'sha Zayd tabi iliblamdan xoli bo'lish. Matbu ana az-zaribur rajuli Zaydindagi ar-rajul matbu iliblamga kelish va shundaqli iliblam matbu iliblamga kelib cho'qim iliblamlik bo'lgan bir sifatning muzofili bo'lib kelish. Din iborat mushg'il holatda mana badal atbi bayon bo'lgan narsa badal bo'lmaydi. Nimishqa ana az-zaribur rajulunga ana az-zaribu
Zeydin degili bo'lmaydi deb qaralg'achqa. Ammo butu degan ulamolar, durust degan ulamolarning yana bir dalili yughtabar pisavani ma la yughtabar fil awail deydi. Birinchisida mayli deyilmagan narsa, ikkinchisida mayli deyiladi. Birinchisida mayli deyilmagan narsa, ikkinchisida mayli deyiladi. Endi ana zaribu ar-rajulin ibarat tabi'da mehr ana az-zaribu rajulun durus emasdi. Ana az-zaribu ar-rajul deş durusdi. Lekin ma'noda ikkinchisi bo'lgan tabi'da bukinki ana az-zaribu Zeydin desak bo'ladi deb qaragan. Şunlaşqa müşahede tabi'il bikri dedi. Ana mubtada ibn muzab at-tariki. Men Bişridin ibaret Bekri'ni öldürüp terk etken kişinin, kap koygan kişinin oğlu men. O Bekri'nin, Bişri'nin üstünde kuşlar onun üstüge düşüşün onun ülüşünü kütüp duruvatıda. Digen bir beytte. Bu beytinin umumi ahvali, bu meşhur beyt, hem kitaplarda oturup kılgaçka biz bunun alayda tarihi ahvali, mezmunları toxtalmayımız. Bu hem kitaplarda meşhur misal boğaçka. Mana bu bedel mubeddel buluş. Bedel mubeddel etbi bayan bulalaydı. Etbi bayan bedel mubeddel bulalaydı. İşki urunda bulanmaydı. Birinci, çokum tabi mufret ma'rife mensup bo'lganda bedel mubeddel olanmaydı. İkinci mesele tabi iliplamdan hali medbu iliplamlık bulup iliplamlık sübetke muzafilde yolap kelgen bolsa bu çağda etbe bayan bo'lgan narsa bedel mubeddel bulanmaydı deb qaraymiz. Endi bedel mubeddelde odatda kin bedel mubeddelning babiga borganda tafsil to'xtalamiz. Bedel mubeddelning o'rnida qo'yildi. Chunki bedel mubeddelde tüp maksat bedel. Mubeddel maksat emas unda. Bu o'zining babida tafsil o'tirib qo'yildi. Shunga betning tarjimasi u etbi bayan bedel buluş deb qaralishga yaraydi. Ya G'ulam Ya'muraning g'ayrida, mushnaq bo'lmaganlarida mesela ya Sadiqu Abdullah degan o'xshash deymiz. Bishri Tabil Bakrining o'xshining g'ayrida. Bular bedel deb deyishga rozi bo'linmaydi dedik. Mana bu bizningki shu bedel nima etbi bayan haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Uningdan keyingisi etbi nasaq. Etbi bayan tugidi, etbini ikkiga bo'lindik. Etbi bayan va etbi nasaq. Endi etbi nasaq haqida to'xtalamiz. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.